Bu yil O'zbekistonda qo'lda terilgan 1 kilogramm paxta uchun 2,5 ming so'mdan haq to'lanishi ma'lum qilindi. Bu haqda Qishloq xo'jaligi vazirligi xabar berdi. Gazeta.uz ayni yangilik haqida video tayyorlagandi. Lekin uning ostidagi izohlarda aksariyat odamlar paxtani kilosi uchun 2,5 ming so'mdan olmayotganini aytgan. Xo'sh, mabodo shu kabi holatlar kuzatilsa, nima qilish kerak? Gazeta.uz bu haqda Davlat mehnat inspeksiyasi boshlig'i Abdusamad Abdukarimovga savol yo'lladi. Agar 2,5 ming so'mdan kam to'layapti deb e'tirozlar bo'lsa, qayerga murojaat qilishni yoki tartibini tushuntirib bera olasizmi? Agar mana paxta mavsumida xodimlar yoki ishchilar yoki terimchilar o'zini mehnat huquqlarini buzilyapti deb hisoblasa yoki shunaqa holatlarga guvoh bo'lsa, bizning vazirlikning 1282 qisqa raqamli ishonch telefoni bor. Unga telefon qilish orqali murojaat qoldirish mumkin yoki munosib mehnat.uz degan Telegram botimiz bor. O'sha bot orqali murojaat yuborish mumkin. Murojaatlar hammasi bizda imkon boricha tezlashtirilgan holatda ko'rib chiqishga harakat qilyapmiz. Asosan bizga fuqarolar murojaat qilishadi. Bizni o'sha paxta tergan pulimizni o'z vaqtida to'lab bermayapti yoki kechiktirgan holatda to'lab beryapti. Yoki bo'lmasa mana ikkita holatda aniqlangan, ular bo'yicha mana ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha biz bayonnomalar tuzganmiz. O'sha tashkilot xodimlarini rahbariyat tomonidan paxta terimiga mana shanba yakshanba kunlari yoki boshqa kunlari majburiy chiqarish holatlari aniqlangan. Ularga biz o'sha respublikada belgilangan o'sha bazaviy hisoblash miqdorini 100 baravargacha bo'lgan jarimalarni qo'llab chora ko'rganmiz. Bundan tashqari fuqarolar tomonidan murojaatlar keladi. Bizga yotoq joyi qilib berilmagan. Biz boshqa hududdan kelganmiz. Bunga o'xshagan murojaatlar bo'yicha masalan 1 kilogramm qo'lda terilgan paxtani narxi bo'yicha murojaatlar keladi. Bizga yoki arzon to'lab berilyapti yoki nimaga arzon degan murojaatlar ham ko'p tushadi. Bunaqa masalalar bo'yicha biz o'sha fermer xo'jaliklari, klasterlar va terimchilar orasida hududlardagi davlat mehnat inspektorlari tomonidan tushuntirishlar o'tkazilgan. Yana holatlar bo'ladi. Masalan, fuqarolar tomonidan ko'p keladigan murojaatlardan bittasi mehnat shartnomasi tuzmadi biz bilan deydi. Mana shunaqa holatlarda ham joyida bizning inspektorlarimiz borib, o'sha uni ish beruvchisini chaqirib, joyida bartaraf qilib, mehnat shartnomalarini tuzdirib, holatlarga oydinlik kiritib kelishmoqda. O'z murojaatlarning eng ko'p qatlardan tushyapti. Qaysi joylardan qaysi? Asosan bizda murojaatlar bugungi kunda ko'p tushayotgani, aytaylik mana Andijon viloyatidan ko'p tushadi, Qashqadaryo viloyatidan, Navoiy viloyatidan ko'p murojaatlar keladi. Ularning eng ko'pi mana boya aytdingiz, qanaqa murojaatlarligini, eng ko'p misolcha qanaqa murojaatlar bo'lyapti? Asosan nimadan norozi bo'lishyapti? Eng ko'pi o'sha biz boshqa hududdan keldik, yotoq joyimiz yaxshi emas yoki bizga mehnat sharoiti yaratib berishmagan yoki bo'lmasa aytish mumkin masalan ovqatlanish uchun sharoitimiz yaxshi emas, daradan ancha uzoq joyga borishimiz kerak. Shunga o'xshagan murojaatlar bo'ladi, lekin uni hammasi fermerlarga tushuntirib, o'sha klasterlarga tushuntirib, paxta dalasini o'ziga borib turib ham ko'chma ovqatlanish shoxobchalari tashkil qilish bo'yicha yo'l yo'riqlar berib kelinmoqda. Maktabdagi o'qituvchilarni paxtaga majburan chiqarish holatlari hozircha unaqa murojaat kelib tushmadi, lekin boya aytgandek, mana Qashqadaryo va Andijon viloyatida kelib tushgan murojaatlar bo'yicha ma'muriy jarimalar qo'llanilgan. U menimcha o'qituvchilar bog'liq emas edi.